O'sha tekshirilmagan axborotlarni uzatish, ya'ni bir yoqlama axborotlarni uzatishga ruju qo'yilyapti va oddiy o'quvchi bu yerda yana himoyalanmagan bo'lib qolyapti-da. Ko'rasizmi? Ya'ni masalan tashkilotlar, masalan davlat idoralari, boshqalar har qanaqa holatda o'zini yaxshi himoya qila oladi. Men bunga ishonaman. Lekin oddiy o'quvchining taqdiri nima bo'ladi? Oddiy o'quvchi bugun eng ko'p pul yo'qotayotgan oddiy o'quvchi. Bank kartalaridan pul o'g'irlatayotgan, o'sha firibgarlarga aldanayotgan bu oddiy o'quvchi. Yana nima endi masalan oldindan 5-6 yildan beri ko'p kuzatilyapti, o'sha turli xil yot g'oyalarga aldanib qolayotgan oddiy o'quvchi. Yana yaqinda chiqdi, hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, bilasiz, internetdan tashqari darknet bor. Internetning tagida internet bor. Ana shu yerda masalan qurol-yarog'lar sotilyapti. Bu narsalarni ham tan olishimiz kerak. Biz kecha masalan Telegram kanallari orqali hammamiz bilamiz, masalan narkotik moddalar sotishyapti, boshqa sotishyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni platformasidan foydalanayotgan yovuz kuchlar yoki bo'lmasa o'sha yoshlarimizni yo'ldan uradigan, ularni sog'ligiga, ruhiyatiga ta'sir qiladigan kuchlar juda ham ko'p. Va bularni orqadan turib kuzatsangiz, masalan tahlil qilsangiz yaqqol ko'rinadi. Biz siz bilan masalan jurnalist sifatida fake xabarni oddiy fake xabar deymizda. Lekin masalan yana obrazli qilib gapiradigan bo'lsak, biz ko'radigan, fact check qilib ko'radigan fake xabar, fake news bu mustaqni, ya'ni aysbergni uchki qismi xolos. Suvni tagida bizni ko'zimiz ilg'amayotgan muammolari bor. Bilasizmi, uni tagida o'sha fake xabarni tarqatishdan naf ko'radigan odamlar bo'lishi mumkin. Yana qaytarib aytaman, o'sha iqtisodiy firibgarlar, moliyaviy firibgarlar yoki tashqaridan bir siyosiy ta'sir ko'rsatishga harakatlar yoki terroristik nima deydi, guruhlarni masalan a'zolari yoki ekstremistik odamlarni, yoshlarimizni ayniqsa miyasini zaharlaydigan kuchlar bo'lishi mumkin-da. Bu narsalarga albatta jiddiy qarashimiz kerak.